Shu 1 santimetrli obyektimiz bitti. Xudo xohlasa ulan kelgancha chiroyli qilib berdi o'tdi. Akamizga aka chang yoqmadi, hamma joy changib ketdi. Ham tepalarni qildirayotganda hamma joy changib ketdi. Uydagilar bo'ldi. Uni endi changitmagan, oxirigacha bitkazib yuborgan deyishgan ekan. Aka, nima qilib bera olasiz dedilar. Oppoq qilib bera olaymi aka ustidan? Xohlasangiz qumli atachinta, xohlasangiz qumsizi bor. Biz ham mana shu qumligi yoqdi dedilar. Mana qumligidan bunaqa faktura berib qilib berdi. Oldingi videolarda o'shatlarda romlar oppoq edi, romlarni bo'yab berdi jigaringga. Chiroyli qilib qo'ygan, xudo xolos. Mana bu romlarni ham bo'yab yubordi. Hamma joyimiz oppoq bo'lib, sokil bilan chiroyli chiqishdi, xudo xolasa.